1949 yılı G'olji Ayxan maktabida 9 yoshlik bir qizni kishilar "Ili kichik bulbuli" deb maqtashmoqda. 1953 yılı 13 yoshlik bir Uyg'ur qizi Chavshan jang maydonida bulbuldek ovoz bilan jangchilardan hol so'ramoqda. 1955 yılı 15 yoshlik bir Uyg'ur qizi Varshava Dunyo yoshlar festivalida yangroq ovoz bilan davlat uchun tunji kumush medalni oldi. 1961 yılı 21 yoshlik bir Uyg'ur qizi Jo'unlay Zongli boshchiligidagi vakillar o'migi bilan chet elda o'yin qo'ymoqda. 1968 yılı madaniyat zo'r inqilobi mezgilida uning chechi kesilib, naqsh etishdan mahrum qilindi. 1978 yılı u 38 yoshida sahnaga qayta chiqib, xalq bilan birga vatanning illiq bahorini kutib oldi. 1993 yılı u Abdunur Ayliq siyosiy kengashining muavin raisligiga saylandi. 2012 yılı 70 yoshdan oshgan bu peshqadam san'atkorimiz Xinjiang san'at yurti teatrxonasida o'zining yangroq ovozini yana bir qatim namoyon qildi. U yarim asrdan ortiq sahna hayotida o'zining yangroq ovozi bilan xalqning olqishiga erishib, Tangritog' bulbuli deb nom olgan xalq suyar atoqli naqshchi Pasha Ishon edi. O'chmas shonliq tuhfalar bilan san'atimizning bugünkidek gullangan buyuk tarixini yoritib, texmo parlaq kelgusiga dag'dam yo'l ochib kelgan, xalqimizning cheksiz muhabbat va hurmatiga muyassar bo'lgan ulug' zot. Hozirgi zamon Uyg'ur san'atining o'chmas yulduzi, kamolatga yetgan mashhur ustoz naqshchi Pasha Ishon 1940 yili 11 oyda G'olji shahri Qozonchi mahallasida dunyoga keldi. Kishining ko'zi go'zal manzarlarni qong'ichi ko'ra oladigan, qulig'i yiqimliq naqshi muzikalarni qong'ichi anglay oladigan muhitda cho'ng bo'ldi. Pasha Ishonning opasi Turanxon ishchan, chidamliq, xushxuy, talabchan, oq ko'ngil oila ayoli bo'lib, duttar chalishga mahir ham naqshini yaxshi aytadi. Pasha Ishon kichigidilla muzikaga noit herisman edi. Naqshi aytayotgan so'rlarni ko'rsa, hech nimaga parvo qilmay, naqshi tugab, kishilar tarqab ketmaguncha u yerdan ketmaydi. Onasi uni sirtqi bir ishlarga buyursa, u doim uzungacha qaytib kelmaydi. Ansirgan ana uni izlab bag'inida, u xiyolida yo'q, hammani undigan holda naqshi aytilayotgan so'rinda naqshi anglab turgan bo'ladi. Kichikini Pashaning shu qadar naqshiga xumor ekanligini tushungan ana bo'sh vaqt topsalar uniga duttar chelib, naqshi aytib beradi. Tug'ilishida zehni o'tkir, muzik sezimchaligi kuchli kichikini Pasha onasi aytgan naqshlarni nihoyat tezli o'rganib olib, aynan aytib beradi. U ana shundoq san'at suyar oila tarbiyasida o'sdi. Uning qalbiga tunji qatim san'at urug'ini chachgan ustoz onasi bo'lgan bo'lsa, quyuq san'at muhiti uni tarbiyalagan naqshi muzika maktabi bo'ldi. U ma'rifatparvar Ayxon ona qurgan maktabda o'qiyotgan chig'ida maktab san'at kurushiga qatnashib, o'yin qo'yganda aytgan naqshlari bilan o'qituvchi saboqdoshlarini, oxiri keng jamoatchilikni hayron qoldirib, ularning diqqat e'tiborini qo'zg'ab olqish topdi. Uning o'smirlikdagi san'atga bo'lgan otash ishtiyoqi tug'ma talantning texmi o'sib yetilishiga madad va ilhom beradi. U bir tarafdan maktabda o'qisa, bir tarafdan xalq san'atkorlaridan dadillik bilan xalq naqshlarini o'rganadi. Pasha Ishon garchi kichik bo'lsa-mu, ovozi haqiqatan yiqimliq bo'lib, aytgan naqshlari kishilarning yurak tarini chekib, ularni ixtiyorsiz o'ziga jalb qiladi. Shundan boshlab uning Ili bulbuli degan muborak nomi Ili vodisida kishilarning ig'izdan ig'iziga ilinib, quloqdan quloqqa anglashga boshladi. 1952 yılı u Ayxon ona maktabini puturmayla maktabdagi saboqdoshlari bilan xo'shlashib, 12 yoshida Ili viloyatlik ittifoq teatriga qabul qilinib, kasbiy san'at hayotiga qadam qo'ydi.
Bir 1950 yılı Çavşan urushi partladı. Jungo hükümeti sosyalistik devlet doğan Çavşan'a yardım beriş yüzünden fiday kısım evetdi. Şu vakitteki bütün Jungo boyunca Çavşan'a yardım beriş hareketiga Şinjanmu aktif avaz qo'shdi. Gulcu'nun joy-joylarida sosyalistik inqilobni kuylaydigan, Çavşan urushiga madad beradigan o'yinlar qo'yilib turadi. Men şu boshlang'ich maktabda o'qib etib, Әмді İttifaq teatrga bir 2 ay 3 aydek hevaskar olup jügendim. Qarsam uyada şu Koriya kızı degan naqshini mening muallimim şu ili gezdidin tapqanken onun tekisini. Şunu muallimsiz mushuni etin dedi. Mulanma dostum, yeşeni tökme, ökseme her xiyalga çökme. Oşuna bir ahangdı. Men oşu naqshini etqandan keyin G'o'ljada başta bir qiz var ekan. Deb bu bizning avtonom rayondagi rahbarlar anglabdi ekan. Amandaqcha aytganda şu Sayberenkam deydi, avtonom rayonning rahbarlari anglagan ekan. Anglagan keyin mush qizni bir akilinglar deb. O vaqtida o'lik san'at o'magi deydi ekan. Shu o'magi keldik. Kelib bir qondim, aytsizlar, siz Çavşan'a borasiz deb. Şu vaqtida sobiq o'makninki tuanjani Sirayzin Zafer degan kishi ekan. Shu kishi shular uqtirish qildi. Shuning bilan gaskin Beijingga qarab, tunji qatim aeroplanga o'tirib Beijingga bordim. Beijingda bir ayda tayyorlik qildik. Tayyorlik qilib, endi Çavşan'a minib ketdik. O vaqtdagi vaziyat naytiliqi. Ciddi. Mushu aeroplanlar u yoqdan bu yoqqa uchib, işte qilib atgan. Shuningdan voy, aeroplan keldi, Fijilaylar pankung deb ketadi. Shuni aşu okopkular turib, sularni kechib yurib, dumcha xo'p turib, shu ozodlik armiylardan hol so'rash o'yinlariga qatnashdik. O vaqtdagi aytgan naqsham birinchisi omon bo'lsin degan naqshni aytdim. Ikkinchisi qarsam mush To'raji degan naqsha Çavşanning xalq ohangi ekan, umumyuzlik, umumlashib ketgan ohang ekan. Ashna yemsam yemayman. Shuning bilan buni 2 kunning ichida aytib, boshladim, o'rganib, tayyor qildim. Men shada aytdim bu naqshni. Aytgandan keyin bular misnat xo'sh ketib, mening etimni To'raji qo'ydi. To'raji, 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 sam san soni pek To'raji, hando boriman kayodo, tapakol mansar sal tano kinda. Hey hey yo, hey hey yo, hey yo, uyarananda chiwajaja chota naga nangsar sal tano kinda. Mushta aytadim. Chota degan yerda men shu o'yin ko'rgan Zeritullah, Jifanjin jangchilar hammasi menga tankash qilib chota deydi.
U sharaf quchib Chaoshandan qaytib kelgandan keyin Xinjiang o'lkalik hukumat rahbarlari Pasha Ishanning Chaoshan'da erishgan natijalardan nihoyat rozi bo'ldi. Bo'libmi san'at suyar, madaniyat san'at xizmatiga alohida ko'ngil bo'ladigan rahbar Sayfiddin Azizning diqqatini tortdi. Ketgandan keyin bir oydan keyin buni moshadikilar hali qiz yo'qolib ketdigan nim bo'ldi degandan keyin voy u qiz opamni mastaq ko'ygim kelib ketdi deb ketdi degan xabarni olgandan keyin bu Urumchidagi rahbarlar nereden bo'lmasin tepkilanglar shu bolani. U bola artist olmasa oldu onun talanti zoyi bo'lib ketadi deb shu ikkinchi qatim menize o vaqtida Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi Yasin Xudaverdi, ondan ataqlıq şair Teyipçinika şu ikki kishini evetibdi ki. U o'lkalik san'at o'migiga o'tkazganligidan bir tarafdan faxrlansa, yana bir tarafdan vatan xalqqa shon sharaf yaratish uchun ulug'vor g'oya, qaytmas irodaga ega bo'lib, uzluksiz tirishishi, tinimsiz mashq qilishi lozimligini, kasbiy majburiyatining ig'irlashganligini his qildi. 1955 yılı sotsialistik davlatlar başçılığında dünya yaşları arasındaki dostluqni kuchaytirish maqsad qilingan Dünya Yaşlar Festivalining 5. navbatlik yig'ini Polshaning poytaxti Varshavada o'tkazildi. Amdila 15 yoshga kirgan Pasha Ishan Jungu yoshlarga vakolatan ko'tarangi ruh, yuksak ishonch bilan festivalga qatnashdi. Aldı bilen azat zaman vatanim degan naqshni etdim. Endi ikkinchi qatimliq hal qılğış musabaqada ümidvalani bir gün dam ilib turib, undan keyin e'lon qildi ekan. Keyin qarsak, meni yana mush qiz yana qatnashadi debdi. Degandan keyin Donfango'danning artistlari hammasi voy, sen bek baxtlik deb mush yosh usulchi balla qizlar ko'tirib, meni so'yib, shunda qilib ketdi. Biz uchun shon sharaf keltirsa deb. Men de hangtan qoldim. Hangiskin ikkinchi qatimliq musobaqa qatnashganda bo'lar degan e'lon qilib bo'ldi. E'lon qilib bo'lib chiqishimizga bir chavak, turishimizga bir chavak, kiyimimizga bir chavak. Shunda chep ketdi. Chiroyli qizlarni ko'rsa ularni potsaloyda можно девушка deb zodi. Mang'izlarimizga shunda so'yib ketdi. Bizga o vaqtda 8-9 nomer kam bo'lib qopti bizga. Kam bo'lib sen xalqaro musobaqada ikkinchi darajalik laureat orden mukofotlandim deb mukofotlanib shu vaqt bizga taqatli. Shuning bilan 56-57 yillari mayli xalq teatri bo'lsin, mayli boshqa yerlar bo'lsin, o'yin qo'ysak xalqimizning bulbuli deb xalq menga sharaflik nomlarni berdi. 1961 yılı Pasha Ishan Zongli Jo'leyning yetakchiligidagi ziyorat o'migi bilan birga Nepal, Indoneziya, Iran, Burma qatorliq davlatlarda o'yin qo'yib, Jungoning diplomatiya ishlari, xalqaro do'stlikni kuchaytirishga va Uyg'ur san'atini do'st mamlakatlarga tonishtirish uchun o'zining bir kishilik hassasini qo'shdi. Jo'ley, Zongli, Tanjang, Qingyu, Fuzongli, Futanjang olib bizni achiqdi. O vaqtda nurg'un shu Shanghayning deydi, Tianjin deydi, atoqliq arboblar, san'at mashhurlari hammasi bor ekan. Bizning o'yinimizni alohida qarshi oldi. Vaqt Aytullo usul o'yindi, Abuzaqchi dabqa. Menga Abla Ahmad o bola olgandan keyin yana bir not bildigan musikantlarni ashlab qo'shib 5-6 aralashtirib tankash qilib berdi. Vatanim, Ozod Zaman, Modanxon degan naqshlarni etdim. Ikki oyni ko'ngillik o'tkazib sharaf bilan chiroyli qaytib keldik.
Paşa İşan yuqorqi 4 davlatga ziyoratga berishdan burun Beijingda tayyorlik qilayotgan mezgilda Zongli Zhoulayning alohida ko'ngil bo'lishiga erishgan. Bir kuni tuyuqsizla Beijing fendanga bardigan bo'ldik. Bir faoliyat var deb Tanjan uqtudi. Şu Beijing fendanga bardik. Basak aşad lang'adla Zhoulay Zongli paydo qoldi. Voy, o'ngimmi tushimmi deb qoldim, anqachilik. Yenimiz kelib o'tadi. Shu safhada o'tirgandan keyin shu orliqlarda bular bir tanslarni qildi. Shu Beijing fendanda lay ko'nyam deb meni tansiq tatdi, Zhoulay Zongli. İkimiz dans oynayatımız. Mana shu aytgan naqshingizni aytib bering deb asta g'ingshib naqsh aytib berdim. Ondan keyin suratga tushayli dedi. Suratga tushdim. Onu men evetdi. Evetgandan keyin mushu rasm. Mao Zongli o'tirishga men yenimdagi Wangsilingyan. Wangjan. Wangjanninki kotibiki. 1956 yildan 1966 yilgacha bo'lgan 10 yil Paşa İşanning yoshlik shijoati urg'ib, kasbiy mahorati intayin gullanayotgan oltin davri edi. U bu jarayonda nurg'unlagan il xalq naqshlarini va qiyosidan Barat, Yusanjan Jami, Abdukim Abdullah, Mattahir Hasan, Abdurshid To'xti, Haris Ashraf, Qurban Ömer, Shirali Hashim, İskandar Sayfullah, Ahmadjon Ahmedi, Ro'z Yasin qatorliq kompozitorlarning Salom dangla, Ajam Muqami, Zabchirayliq Beg'imba, Gulzaray, Bulbulum, Qiz qo'shig'i, Omrig'im, Seg'inib keldim, Vatan mehri, Güzel Turpan, Vatan qo'shig'i qatorliq naqshlarini o'rinlab, o'zining kamolatga yetgan mahoratini namoyon qildi. Bir 1965 yılı Şinjan Uyghur Avtonom rayonu qurilganligining 10 yilligini tabriklash munosabati bilan tayyorlangan O'shaq muqomi asosidagi yuqori badiiy saviyaga ega cho'ng tipdagi naqsh usul Yashsun xalq gongshisi nomli san'at kechiligida asosli rol olib, Vatanga Madiya nomli naqshini muvaffaqiyatli ijro qildi. 1966 yildan 73 yilgacha bo'lgan vaqt Paşa İşan hayotidagi eng ansiz, eng ig'ir judolik yillar bo'ldi. 66 yılı medeniyet inqilabı oldu. Bu inqilabda biz aşu Şınxa, Şejağı düşke vaktimizde Şaya Şınxalağa men acıdın degan yeriga bölünüp dikenme. Şeyde 5'te dexallar bilan birga olub, ondan keyin u yerda Şayada şu havaskor bolalarni aytacaqkan. Men aşılağa san'atlarni o'rgatib, naqshlarni o'rgatib, shundaq bo'lib ketgan. Ulardan ta endi hozir o inqilob bo'lganga 40 necha yil bo'ldi. O'sha haqni unutmadi. Sotsialistik tarbiyadan qaytib kelgandan keyin haddidan oshgan sol ideya iqimi tufayli u sahnadan ayrildi. Ruhiy dunyosi dahshatlik zarbiga, kishilik huquqi, insoniy izzat, hurmati daxli tarizga uchradi. Biz ikimizni 8 ay uyimizga kiramadik. Hayvonlar uyida eshak solab qo'yib, yo tomoq yemaydi, shundaq. Zahar turimiz ishga ishlarda. Qoralarni tozalaymiz, o'g'rinlarni tozalaymiz, ko'chalarga chiqadi. Ishlarni aytacaq. Şu uzun az şu yılandek şunda esil çaşlarım vardı. Çaşlarım meşeler bulmuşlar. Kesiverdi. Şunda kesiverken yegi pak qilishida bu çaş şikendeki meşelerde ışıqlap ketdi. Işıqlap men yig'ilsam bütün eşetki ayol hayvonlarni hammasi ışıqlap ketdi. 8 ay biz uyimizga kiramadik, oshqishlarni moshlar elib olgan. Hamda o vaqtlarni shunda o'tkazdik. Bu qanday ishdi bu? Hech qaysimizdan ideyasini o'tmaydi. Birinchidan partiyaga ishondim. Ikkinchidan xalqimga ishondim.
Bizde bir qo'qqidek bunda bir ishlar bo'lmaganda ekan. Bu ishlar asta-asta iziga tushib ketdi. Shuning bilan nurg'un bo'ron chapqinlarga bardoshlik berdik. Nurg'un til ahonatlarga bardoshlik berdik. Nurg'un yomon qurilishlarda ishlab ketdik, uningga bardoshlik berdik. Ish qilib bardoshlik bersak, kan qo'saqlik qilsak, hammadan Şundaq, ayal kishi uchun buningdimi ig'ir azob bo'lmasi kerak. Lekin Pasha Ishan dard alamni ichiga yutib, yo'ldoshidan, urug' tuqqanlardan ayrilganga chidab, shu ig'ir kunlardami kang qo'rsaqligini o'ziga hamroh qilib, qatma-qat to'solg'ularga parvo qilmay, o'zining bir naqshchi ekanligini, xalqning ma'naviy hayotini betish mas'uliyatining borligini hargiz esidan chiqarmaydi. 1978 yildagi partiya 11 navbatli qurultayning 3-chi umumiy yig'ini butun Jungo yer zaminini illatib, yeshil to'nga o'rdi. Adabiyot san'atining umumyuzlik gullanishi uchun yangicha sahna hozirlandi. Pasha Ishan bu bahorda qaytadan po'raklab echildi. Uning yangroq, yiqimliq ovozi sahnalarda yangrashga boshladi. Pasha Ishan bu fursatni qadrlab, xalq uchun texmi yaxshi xizmat qilish uchun ko'p tirishdi. U gerçi ataqlıq naqshchi bo'lsa-mu, o'zining tug'ilib o'sib yetilgan oltin zaminini va xalqini hargiz izidan chiqarmaydi. Pasha Ishan tashabbuskorlik bilan yezi qishloqlarga, kon korxonalarga, harbiy gazarmalarga berib o'yin qo'yishga qatnashatdi va ishchi dehqon harbiylarga naqsh aytib berish orqali o'zining ma'naviy hayotini beytib, ko'tarangi ruhga ega bo'ladi. Bir 1992 yılı Pasha Ishan qatarlıq peshqadam artistlar ve bir qism yosh san'atkorlardan tashkillangan bir guruhi o'yin qo'yish atirti Janubiy Shinjongga o'yin qo'yishga yo'lga otlanib, Korla, Lopnor, Chaqili qatarlıq joylarda o'yin qo'ydik. Shu chaqda Vashsha degan yerdan yo'lga chiqib, Chachan qarab mangdik. Shu orliqda qattiq bo'ron chiqib ketdi. Hatta 1 metr orliqdagi odamni ko'rish mumkin emas. Lekin Pasha Ishan o'zining aytdi g'ayratchan bo'lganligi, tavlangan bir iroda egisi bo'lganligi uchun u bizga ilhom beradi. Chachanga borgandan keyin Noyining rahbarlari hammamizga "Voy, sizlar bak jafo chekdinglar, bugun orom olinglar" degandi. Biroq Pasha Ishan shunchilg'an necha minglagan odam ishlarini qo'yib bizni kutib turgan yerda biz endi orom olamdik. Bizning burchimiz shu xalqqa o'yin qo'yish, biz o'yin qo'yishimiz kerak degan so'z bilan hammamiz qaytadan ruhlanib o'yin qo'yish tayyorligi chiqdi. Orliqda Pasha Ishan xalqning qalbi bilan nurg'un naqshlarni aytib, guldiras olqish sadosi ichida sahnaga tushdi. Uning agishibli nurg'un odamlar kayni sahnaga Pasha Ishanga agishib kayni sahnaga o'tib ketdi. Bir shu narsa nihoyat menga ta'sirli tuyuldiki, bir dehqon bir qochi qatiqni akilib, "Voy, meni ussuzlig'ingizni bosadi. Bu oddiy bo'lsa-mu, bizning ko'nglimiz bir o'tli veling. Sizni haqiqatan bizning xalqimiz bak yaxshi ko'rdi. Naqshingizni radioda emas, mana bugun 100 tiran turib angladik. Bu biz uchun baxtlik." Xalqning shundoq qizg'in olqishi, oddiy bo'lsa-mu, haqiqiy yuragidan aytgan mush so'zlari meni shundoq ta'sirlantirdi. Xalqın güzellik yarı aşmaz. Aramıcan xəzəllər zarı təşmaz. Belimdə sayıdı kırık cil kəbi bulbul kəbi kırık cil. Anam xan təmrinin öz nəsli paşaz. Özünün yakınlığa yanrak nakşırırken milletimiz için, memleketimiz için zor şan şeref getirgen ataqlık nakşimiz, halkımız, həkimimizden nakşimiz Pasha Ishan azıcılar bir kançı nakşatımız.
O bulup mu il nakşılarının əgitmələrinin çıraylıqlığı, muğluqlığı, kişinin qalb tarlarını titirtip ötediğen çıraylıq melodiyələrini naitdi çoğunqur ügünüp onu ilgiligen. Şunu onun nakşıları da ili pırıqı, ili xalq nakşılarının alayidligi xuddi sepilgen ettirdek güp qilib turab turdi. Şirin hidini çeçip turdi. O nakşını naitdi vayığı yetkizip zır zəvrini qaldırmay, naitdi çıraylık yürek tekkizip ağdasığı yetkizip uğurlaydı. Şuna bütün diyarımızdaki Uygur halkı ve her millet halkı onun etkan nakşılarını tolumu yaxşı gördü. Onun bu alayidligini yaş nakşılarımız kemterlik bilen ügünüş gerek. Ben yukarıda etip ötkendek bire kesbi mektepte kesbi terbiyeye ega bo'lmagan bo'lsinmi? Ovozni qanday chiqarish, naqshini qanday etish, uning avjisini qanday voyaga yetkazish va uning xotimasini qanday tushirish jihatlarda o sistemlik bir terbiyeге ega bo'lmagan bo'lsinmi? Ameliyat jarayonida, ameliy o'rinlash jarayonida o bu qonuniyatlarni ameliyatda ifodalab beradi. Ve muşu ifadalab berishi bilan kurmonlagan bir avlod Uygur oğul kız nakşçılarga ülgü boldu, ustaz boldu. Ustaz boldu. Şunu Paşa Eşan bu cihette senetkar atalgan, nakşçı atalgan, muzikant atalgan hemmeylenge bir tirik ülge, bir namune. Ben küçük vaxtlarımda radyodan nurgun müziklarını, nakşlarını nahayetdi qat'iy qilib anlaytdim. Şu mezgillerde radyodan Paşa Eşan'ın nakşlarını anlagan vaqtimda muşundaq bir talantlik, muşundaq bir nakşçının kebalıqını bilip muş ömrümde muşlar bilan, muş sanatkarlar bilan bir yüz görüş fırsatim bolamı degan arzular bolgandim. Keyin ben hizmet qatnashish sababi bilan Şinjan nakşçılık ömrüge keldim. Kelgandan keyin haqiqatan ustozlarim bilan hem Paşa Eşan bilan ko'rishish menga muyassar bo'ldi. Men bu Paşa Eşan'a o'z vaqtida shunday bir müzik shapbaginim uchun nihoyatim faxrlanatdim. Paşa Eşan nakş o'rlash jihatda o'ziga nihoyat yuqori talab qo'yatdi. Mayli u xalq nakşisi bo'lsin, mayli ijodiy nakşi bo'lsin, uni bekmi astoydil muomala qiladi. Bulupmu icadi nakşlarını o'rlagan vaqtida avval uni ügünüp bulup uyga qaytgandan keyin qayta meşgul qilish orqali uningga nurg'un ish qo'shatdi. Nurg'un o'zining ijodiyatlarini emgikini qo'shatdi. Shuning bilan bu asarlar mukammal bir asar bo'lib maydonga chiqatdi. Shunga barliq kompozitorlar hatto menda shunday o'y bo'lgan, mush Paşa Eşan'ga bir ijodiyat yetkazgili bo'ladimi? Paşa Eşan o'rlasa cho'qim bu asar cho'qim mukammal asar bo'lib chiqadi deydigan o'ylarimiz bor edi. Yana birisi bu sizmi müzik sizmi yuqori bo'lganligi uchun orkestrning musiklarini qayerga ketib qolganini, musiqalarning ovozlarining qanday bo'layotganini, ularning qanday bo'layotganini aniq tushunib turdi. Hatto o'zi talabmi qo'ydi. Udar mundaq bo'lsa, ovoz mundaq bo'lsa,
ba'zi ovozlarniki soz bo'lgan bo'lmaganlikdan tortib yuqori talab qo'ydi. Demak, Pasha Ayshan buni %100 tushunib, bilib kirgan. Shunga mayli orkestrda, mayli milliy muzikada bu ertsin muvaffaqiyatli o'rinlab xalqqa aytimo estetik ozuq beradi. Men idoraga kelib, yangidan musiqa o'rgangan vaqtimda ustoz Pasha Ayshanga chang chelish bizga fursat kelmaydi. Pasha Ayshandek dağlıq naqşılarga bizning ustozlarimiz chelib, bizga yoshliq bolalar chaladiq. Qachon shu Pasha Ayshanninki naqshini men chang chalaman deb o'ylaydim. Keyin unda fursatli bo'ldi, keyin Pasha qizdan bilan biz nurg'un yil birga ishladik. Nurg'un safarlarda birga bo'ldik. Nurg'un san'at hayoti bilan hamdamda bo'ldik. Nurg'un san'atdan nurg'un ta'lim oldik. Ba'zilar işte deydigan, bir millatda bir asrda bir necha atoqli san'atkor chiqadi deb. Pasha Ayshanni mush asrda bizning millatimizdan chiqqan bir işte ulug' bir san'atkor deb bahobasak bo'ladi deb o'ylayman. Ustozim Pasha Qizdam san'at hayotida o'ziga xos uslub yaratgan san'atkorlarning biri. Şoňamy Pasha Qizdamning nomi ta hozirgacha xalqning yuragida cho'nqur o'rin elib kelyapti.
Məmə bunundan keyin Paşa qızdamның mushundaq tirishchanlik ro'yidan, izdinish ro'yidan o'rganaman. Paşa qızdam biz cho'nqur suyunish va hurmat ishida nomini tilga oladigan bizning ustoz san'atkorimiz. Endi mundaq aytganda bizning xalqimiz tarafidan ömürlük hurmat tamg'isi besilib ketgan bir buyuk san'atkor desak bo'ldi. Kichik vaqtimdan tortib Paşa qızdamning naqshlarini anglab kelyaptim. Ta hozirga kelguncha bizning quloq tuyimizda davomli uning yangi va ko'n naqshlari davomli jaranglab turdi. O'zining tirishchanligi, to'xtamay izdinish ro'yiga asosan mana hatta 2012 yılda ötküzülgen her qaysi yeni keçiliklerde Paşa qızdamning yeni ve ko'n naqshlarini biz yana davomli anglab keldik ve cheksiz hurmat bilan bu ustozimizga alqış yangratdik. Yalnız men emas, yalnız san'at sohasida emas, butun Şinjan, butun Jungo, hatta butun dunyoda Paşa qızdamning bu talantiga va tirishchanligiga umidi qo'lga keltirgan shu buyuk natijalarga alqishlar davomli yangraydi va bundan keyin ham davomli yangrab turg'isi. U mamlakat ichidagi har qaysi cho'ng shaharlarda,
ve 25 davlat rayonlarda oyun qo'yish, madaniyat almashtirish faoliyatlariga aktiv qatnashib, davlat ishchi sirtidagi danglik san'atkorlar bilan fikr almashtirib, Uyg'ur san'ati, uzoq tarixiy asosga ega parlaq Uyg'ur madaniyatini jahon ahliga namoyon qildi. Onun san'atimiz taraqqiyotga qo'shgan tuhfalari xalq orasidagi inovati sharifiga Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik siyosiy kengash 7-8 qatimliq komitetining muavin raisi. 4-ci, 5-ci, 6-cı növbətlik məmləkətlik siyasi kengashning a'zoligiga saylandi. Bizim düğüne zaman ya lelelli. Ben onu da düşledim ya lelel ya lelel. Kapını gümüşledim ya lelelli. Sevdiğimin ismini ya lelel ya lelel. Mendilime işledim ya lelelli. Amanin aman aman zamanin zaman zaman bizim düğüne zaman ya lelelli. Amanin aman aman zamanin zaman zaman bizim düğüne zaman ya lelelli. Paşa İşanның bu kadar şanlıq muvaffaqiyatlarga ega bo'lishida albatta oilasining qo'llashi tushunishdan ayirib qarg'ilib olmaydi. Bu jihatda uning vafodor eri Mejid İbrahimning to'pisi intayin zo'r. Mejid İbrahim Xinjiang Naqsh usul o'migining atoqliq chalg'uvchisi. Ular to'y qilib ta hozirgacha bo'lgan 50 yillik hayotida turmush va xizmatda, qayg'u hasratda bir niyat, bir maqsad bilan bir-biriga samimiy sodiq bo'lgan san'at gulzorlig'imizdagi bir juftlik. Xinjiang Naqshçı O'migining davlatlik birinchi darajalik naqshchisi Paşa İşan Xinjiangdagi har millat xalqining, shundaqla Uyg'ur xalqining faxrlik san'atkori.
o adabiyat sanat sepiga qo'shilgandan tortib ta bugunga qadar o'zining 60 yillik hayotini Şinjangdagi har millat xalqiga taqdim qilgan hayot bo'lib hisoblanadi. O mayli har qaysi davrlarda bo'lsin, Uyg'ur xalqi naqshlarini o'z millatiga, har qaysi millatlarga, dunyo ahliga tonutib keldi. Bo'libmi O'rta Osiyodagi keng qarindosh xalqlar orasida intayin yuqori obro'ga ega. Pasha Ishan ataqliq naqshchi bo'lib qolmasdan o jamiyat arbobi. Shundaqla Şinjang Uyg'ur Avtonom rayonluq siyosiy maslahat kengashining ma'mur raislik xizmatini u da 2 navbat ishlab, keng xalqimizningki qadrlishiga, izzat obro'yini qilishiga erishgan san'atkorlarimizdan birisi. Biz Pasha Ishandan intayin faxrlanamiz. Pasha Ishanning hayoti Avtonom rayonimizning san'at ishlariga töhfa qo'shgan hayot. Hayat
gelsen mi kalaymış ki sınavlarga hayat bulsan kaderligi hayatını hayat bulsa söygeleni söyleyeysen söyle üçün yiraklarga gideleysen sen kömlünde arzu kılgan menzellerge alsırsan mı ahir bir gün geleysen sen kömlünde arzu kılgan menzellerge alsırsan mı ahir bir gün geleysen